Xo'p, aziz bolajonlar, biz siz bilan o'tgan darsda qaysi mavzuni o'tdimiz? Biz nimalarni o'rgandik degan mavzu bilan tanishganmiz. Bugun esa ana shu mavzularning barchasini mustahkamlagan holda siz bilan bugun mana shu shirinlik metodidan nima qilar ekanmiz? Foydalanar ekanmiz. Mana shu shirinlik metodida shirinliklarga sizga savollar yopishtirilgan. Orqasida savollar bor. Agar ishlanishi kerak bo'lgan misollar bo'lsa, doskada ishlab berasiz. Agar oddiygina soddalashtiringmi yoki uzunlik o'lchovlari berilgan bo'lsa, siz buni menimcha yodlagansiz. Hammangiz bemalol turib o'qib javob berishingiz mumkin. Demak, hozir bilan siz bilan mana shu mustahkamlash darsini nima qilamiz? Boshlar ekanmiz. Qani kim chiqadi doskaga? Yana kim chiqadi? Xo'p, Mahriyo. Qani kim chiqadi? Mana Mahriyodan boshlaylik. Sekingina olamiz, chiroyli qilib ushlab. Qani nima ekan? Shakllarni toping. Nima? Qaysi shakl? Ha? Konusmi? Bu konusmi bo'ldi? Nima? Silindir. Bu to'g'ri. Hop, Mahriyo o'ta qizim. Bu konus emas edi bolalar. Nima edi? Silindir. Sizdan chiqib qoldimi? Qani Mohinur? Qani? Kim agar savolni javobini topsa, unga shirinlik bor. Bir sutka 7 soat. Aha. Juda ham yaxshi. Bir sutka 24 soat ekan, barakalla. Shirinlikni kim olasan? Hisoblang. Qani doskaga chiqib bo'lar ekan, zarur. Yo o'zing bo'lib tashlaysanmi? Og'zaki bo'lasan. Qani? 332 ni bo'lamiz 832 yu. 832 ni bo'lamiz 4 ga. 208. 208 barakalla, juda ham yaxshi. Juda ham bitta Nozima qizimizga ham bitta shirinlik 208 ekan. Umidjon, o'g'il bolalar